o'rtasida emlash tadbirlarini muntazam amalga oshirish bo'yicha ma'lum bir kalendar rejasi tuzilgan va unda aytiladiki, ayrim turdagi kasalliklarga qarshi, misol uchun oqshol yoki boshqaga o'xshan. Endi aytishimiz mumkin, buni oldi degani 100% bu kasallikka chalinmaydi degani emas. Chalingan taqdirda ham nisbatan yengilroq yengib o'tish uchun xizmat qiladi. Allergik kasalliklarni oldini olish yoki uni butunlay yo'q qilish borasida ham mana shunday preparatlar yoki emlash tadbirlari mavjudmi? Albatta, hozirgi zamonaviy tekshiruv usullari bugungi kunda 2 millilitrgina qon olib, sizdan bir sutkani ichida 295 xil, 300 xil allergenni aniqlab berish imkoniyati bor. Va u yerda qaysi oqsilga allergiya bor, bu oqsil yana qaysi oziq-ovqatlarda bor, qaysi oziq-ovqatni yeyish sizga mumkin emas yoki qaysi oqsilga bizlar vaksina, ya'ni allergiya spesifik immunoterapiya o'tkazsak, bizlar kasallikdan xoli bo'lamiz degan savollarga javob beriladigan tekshiruvlar, analizlar bor. Allergiya spesifik immunoterapiya bu ko'pchilik o'ylaydi, gormon emasmi degan savollar bo'ladi. Qanday zararlari bor? Bu allergiya beruvchi moddani kichik dozadan organizmga kiritib borib, organizmni shunga moslashtirish deyiladi. Shuni ma'lum bir vaqtlar oralig'ida biz organizmga kiritganimizdan keyin allergenni bloklovchi immunitet, ya'ni antitela paydo bo'ladi va u allergen tushgandan keyin unga bemalol qarshi kurasha oladi. Hozirgi kunda tibbiyot shifoxonalarida allergolog mutaxassislar tomonidan birinchi o'rinda tekshirib olib, qaysi moddaga allergiya borligini aniqlab, shunga qarab vaksinalar, ya'ni o'sha spesifik immunoterapiya usullari qo'llanib kelinmoqda va zamonaviy davolash usullari bilan juda ham yaxshi natijalarga erishmoqdamiz. Bugun